Erkin. Ya Safran baba. Assalomu alaykum yoshlar, kishimizning aziz mehmonlari. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Tinib tinchmas aziz yoshlarimiz. Assalomu alaykum shirigin deb o'tibor. 3-Renessans davrini quruvchi yoshlar hamda kishimizning aziz mehmonlari. Hurmatli prezidentimiz aytganday, yoshlar O'zbekistonning eng ulkan boyligi, bebaho xazinasi. Yana bir bor ta'kidlab o'tamizki, sizdek qadri baland muhtaram mehmonlarimiz bilan mana shunday ko'tarinki kayfiyatda go'zal davralarda ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz azizlar va yana bir bor barchangizni xush ko'rdik. Aytib o'tish joizki, 2021-yil davomida xalqimizning madaniyat, ijodkorlik, jurnalistika, tadbirkorlik va ayniqsa jamoatchilik hayotining barcha sohalarida faollik ko'rsatib kelayotgan, shuningdek, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishdagi qo'shgan o'zining beminnat hissalarini bugun albatta o'z mevasini beradi azizlar.
Elbette prezidentimizden şapalak bolsun ya. Elbette ediler ama prezidentimizden kol kanatları ertengi kunimizden kelешegi bolgan жасларды bugün жыл davamında kollap quvvatlagan hem özleri жаслар turmusun еледе жақсылауға үлес қосқан bir qatar жанкүйер пыдай insanlar hoşemetлену алдында тұр. Солай екен бәршеге әуметлеген халда бүгінгі kontsert бағдарламамызды баслаймыз. Albatta siz azizlarning ko'ngil kayfiyatlaringizni ko'tarish uchun biz albatta judayam bir maroqli konsert dasturini tayyorlaganmiz. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Vakıtlı kullerden navbeti keldi. Olmayız marhamat, kaygıdan cırak. Yaratkan uyemnin baktımız sorap. Tardır sokmağınan tuğruna karap. Hürmetin navbeti kelip dur yendi. Kaygıdan cırak, vaktımız vaktına canedi. Vakit kosamız. Oynab kulib birga shundan asamiz. Vaqtli zamonning mavridi keldi. Aramizda keldi dushman bo'lmasin. Arzular hech qachon armon bo'lmasin. Umrga yaxshilar dardga qolmasin. Shodli kunlarimizning navbati keldi. Qayg'udan jurab vaktimiz so'rab, to'riga qarab, yurmakning navbati kelib tindi. Gullar teramiz, o'ynab kulamiz. Baxtli kunlarning navbati keldi. Qaysi so'rab, to'riga qarab, yurmakning navbati kelib tur endi. Gullar teramiz, o'ynab kulamiz. Baxtli kunlarning kaygıdan jurab, vaktimiz so'rab, to'riga qarab, yurmakning navbati kelib tur endi. Gullar teramiz, o'ynab kulamiz. Baxtli kunlarning navbati keldi. Shodli kunlarimizning navbati keldi. Kayda buldum şayda sindi ayga. Kayda buldum şayda sindi ayga. Şeyh
өзінің сұлу бейкеші. Ашық болып қалар көргенлер, сай бойының ол қыз еркесі. Ашық болып қалар көргенлер, сай бойының ол қыз еркесі. Күліп қарап Қошемет сыйлықлау маресімін жоғары көл кепиятыда бастап алдық. Хүрметлі жастар, хүрметлі кешеміздің азиз мейманлары, мархамат. Бүгінгі сыйлықлау маресімізді, яғни Қошемет 2021 атлы байрам кешемізді салтанатты тәрізде ашып беру әмде құтылқау үшін сөз Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі баслығы Камалов Мұрат Қалибековичті ортамызға мұрат етеміз. Мархамат, қол шапатлау, Қошеметлі ұрып қоямыз. Assalamu alaikum, qadrli жаслар. Ең дәслеп баршаңызды бүгінгі байрам менен қызғын құттықтаймын. Aziz жаслар, баршаңызге мәлім, бүгінгі күнде елімізде жастарды қолдап қуатлау өнер иелеуі үшін барлық шарайатлар жаратылған. Бүгін сіздер үшін барлық есіклер ашық. Жастар үшін жаңа жұмыс орынлары жаратылмақта. Тадбиркор жастарымыз үшін имтиязлы кредитлер һәм жер майданлары берілмекте. Жастарымыз үшін жаңа объектлер құрылмақта. Міне, осындай итибар нәтижесінде жастарымыз үлкен табысларға еріспекте. Сіздер жүдайым талантлы жастарсыз. Сіздердің ішін араңызда жақсы спортшылар, талантлы артистлер, қосықшылар бар. Сіздер еліміз келешегісіз. Bizler sizlerge senemiz. Elbette, hürmetli prezidentimizдің bunday itibarı sizlerge jana tabıslarga baslaydı. Sizlerge деген bunday atalarша itibarı ham gamkorluğu үшін hürmetli prezidentimizge sizlerдің atыңыздан үлкен рахметлер айтамыз. Бұл Қошемет 2021 сыйлығы сіздерге болған және бір үлкен итибар һәм исенім болып саналады. Сіздерге бек кем денсаулық, оқуларыңызда һәм жұмысларыңызда табыслар тілеймін. Демек, hürmetli жастар, hürmetli кешеміздің азиз мейманлары, мархамат, ортамызда Қошемет 2021 салтанатты кешемізде бүгінгі номинантларымызда анықлауды бастасақтарым. Жылдың ең белсенді жастар ұстазы, жылдың ең белсенді жастар істері агентлігі, қала районлық бөлімі.
Жылдың ең белсенді жас спортшысы, ең кішкене көркем өнер педайлары. Номинациялары бойынша жеңімпазларды анықлап беру үшін мархамат ортамызда Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі бастығы Камалов Мұрат Қалбековичтің жеке өздері бүгінгі номинацияларымызда анықлап береді. Солай емес пе? Albatta. Ахмедова Марьям Халилаевна. Demak, yilning eng faol yoshlar ustozi nominatsiyasi bo'yicha ilk nominantlarimiz taqdirlanyapti. Albatta, Guldiroz olqishlar ila davramizga taklif etamiz. Әлбетте, Мариям Халилаевна, barchamizga belgi isker hayal qizlarimizning mashg'ulotlarini шешу, оларға har taraflama jardam beruvde бұл insonning o'rni bilevli. Sonday-ақ ko'plagan yoshlarning aduli ustozi. Demak, mana shunday ko'tarinki kayfiyat ila biz davom etamiz. Yilning eng faol yoshlar ishlar agentligi shahar tuman bo'limi nominantlarini aniqlaymiz. Marhamat. Qanliko'l rayonlik bo'limi. Demak, Qanliko'l tumanidan tashrif buyurgan muhtarama mehmonlarimizni davramizga taklif etamiz. Albatta, bardavom Guldiroz olqishlaringiz azizlar. Жылдың ең белсенді жас спортшысы номинациясы бойынша жеңімпазымызды және де бізге Мұрат Камаловтың жеке өздері анықлап береді. Қол шапатлау қошеметтер ұрып қоямыз, мархамат. Зайнап Дайбековна. Зайнап Дайбекова. Зайнап Дайбекова әзірде пайтақтымыз Нүкіс қаласында емес. Сондықтан оның анасы Досекеева Бибі Хадиша апаны ортамызға мұрат етеміз. Қылышбазлық спорт түрі бойынша Өзбекстан Республикасы сайланды командасы тикарға ағзасы, спорт ұстасы, 2 мәрте жаһан кубогы иесі. Өзбекстан тарихында қылышбазлық спорт түрі бойынша бірінші олимпиада қатынасушысы. Осындай қызметтері үшін Зайнап Дайбекова жылдың мемлекетіміз тарапынан шұхрат, жасарат, қала берсе, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен спортшы атақларын алды. Шапалақ ұрып қойсақ болады. Микрофонды азмаз ашыңқыраймыз, iltimos, өтініш. Va keyingi nominantlarimizni yanada aniqlaymiz. Biz davramizga taklif etamiz. Eng kichkina kasb-hunar fidoyilari nominantlarini marhamat. Ең кішкене көркем өнер педайылары бұл Айқұлаш ансамблі. Айқұлақ ансамблі бұл кішкене балаларымыздың сахнада Қарақалпақ милли аяқ ойындарын шеберлікпенен атқаруына тәсейін қалмастан ілаж жоқ. Орта Азия мемлекеттері арасында өткерілген Шарқ Атыргүлі фестивалында Қарақалпақ милли аяқ ойыны қара жорғаны атқарып, Гран-при иесі, сондай-ақ Open Азия халықаралық таңдауында Гран-при иесі болған Айқұлақ ансамблі. Қошемет 2021 сыйлығын тапсыру салтанатlı мәрәсімізді biz davom etamiz. Marhamat. Albatta, ilk nominant g'oliblarimizni yana bir bor chin dildan muborakbod etamiz va konsert dasturimizni yanada davom etamiz azizlar. Şayık yükümüz hep alıp bir asmana, Erman
biz yetimiz gül o'sirib bo'stonga. Atkunjik, terbeti bir tirbet meni sağan mening öpüm yok. Seni uşu yemek demek. Atkunjik, terbeti bir tirbet meni sağan mening öpüm yok. Seni uşu yemek demek. Balalıkta dost tutar, şimdi yazgan büyük adam dostların köp tutar. Hiç yakışakta alın. Balalıkta dost tutar, şimdi yazgan büyük adam dostların köp tutar. Hiç yakışakta alın. Ay, la 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 la. Atkunjik. Şöpet alıp, uçkuş degen at alıp. Atkunjik, uşuğa kumar jetkinjik. Kim şöpet alıp, uçkuş degen at alıp. Atkunjik, uşuğa kumar jetkinjik. Kızlar şarkı kuvanıp, alkalığa jetkinjik. Ayga jetimiz anam, yer aylanıp ketkinjik. Kızlar şarkı kuvanıp, alkalığa jetkinjik. Ayga jetimiz anam, yer aylanıp ketkinjik. Ay, la 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 la. Atkunjik. Ay, la la la
şok külsün Yüreğim meni şok külsün Şok yerken Yüreğim sen şok yerken Şok külsün Yüreğim meni şok külsün Konsert bağlarlamamız sizlarga navbat turma. Demek Qo'shamet 2021 saltanatli marosimimizda saltanatli konsert бағдарламамызды davom etamiz. O'rtamizga janida nominantlarimizni aniqlab berish uchun sizlarning ruxsatlaringiz bilan o'rtamizga Qoraqalpog'iston Respublikasi Kasblik Avqamlari birlashmalari Sho'lkemi boshlig'i Jalmenov Ulug'bek Abdullayevichni sahnamizga murojaat etamiz. Marhamat. Qo'l shapatlov qo'shametlarimiz bilan o'rtamizga Qoraqalpog'iston Respublikasi Kasblik Avqamlari birlashmalari Sho'lkemi boshlig'i Jalmenov Ulug'bek Abdullayevichni o'rtamizga chaqiramiz. Demak, muhtarama mehmonlarimiz yilning eng faol hokimi nominantini bizga aniqlab beradi. Marhamat, davramizga qizlarimizni taklif etamiz. Yilning eng faol hokimi nominanti g'olibi Amudaryo rayoni hokimi Yo'ldashev Sultonbay Rajabbayevich. Qo'l shapatlovlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz hurmatli nominantlarimizda maestro marhamat. G'olibimizni davramizga taklif etamiz. G'olibimiz Amudaryo tumani yoshlarning muammolarini hal etib va yoshlar daftariga kiritilgan 6557 nafar yoshlarning bandligini ta'minlashda, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oila farzandlarini qo'llab-quvvatlashda 5249 yoshga 1538 gektar yer maydonlarini ajratishda ko'rsatgan alohida mehnatlari uchun yilning eng faol hokimi deya e'tirof etiladi. Biz ham o'z navbatida tabriklaymiz. Va keyingi nominantimiz O'zbekiston yoshlar forumi tashkillashtirishdagi faolligi uchun. Marhamat, keyingi nominantimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Finans ministrligi. Marhamat, davramizga nominant g'oliblarimizni taklif etamiz. Albatta, siz aziz yoshlarning, tomoshabinlarimizning guldiroz olqishlaringiz zarurdirlar, shunday ekan. Marhamat, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz azizlar. Keyingi nominantimiz yilning eng faol sektor rahbari. Nominantini aniqlaymiz. Marhamat. Beruniy rayoni 2-sektor boshlig'i Xalmuratov Rasul Tilegenovich. Demak, yilning eng faol sektor Rasul Xalmuratov Beruniy tumani prokurori, ya'ni 2-sektor boshlig'i. Beruniy tumanida yoshlar masalalarini yechish, ularni har tarafdan qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlashda, shuningdek, yoshlar daftaridagi yoshlarning muammolarini hal etishda alohida mehnatlar bor. Demak, guldiroz samimiy olqishlaringiz azizlar. Jengimпазlarimizni qutlab hamda navbatdagi nominatsiyani aniqlab beruvdi. Agar ruxsat bersangiz, men aytqim kelib turibdi. Albatta, bu insonda. Jengimпазlarimizni qutlaymiz hamda navbatdagi yilning eng jaz qo'shiqchi nominatsiyasini bizga marhamat aniqlab bersangiz. Sherzodbek Muratbayev. Qo'l shapatlovlar, qo'shametlar. Estradamizning yenginchi, eng erkatoy qo'shiqchisi. Jaz bo'luna qaramasdan ajoyib konsert бағдарлама kliplar jaz turishiga qo'llab-quvvatlab turamiz.
Рахмет. Мархамат, өз орындарыңызды елеп алсаңыз болады. Шерзатбек Мұратбаев жас талантлы иесі, эстрадамыздың ең уәкілі, енді номинацияны алып тұрып, ең жас, ең талантлы деген міне жылдың ең жас қосшы номинациясын иесін ортаға шақырып, оның атқаруындағы бір қосты еспесек мүмкін болмас. Мархамат, ортамызға эстрадамыздың ең уәкілі қала берсе бүгінгі қошемет 2021 салтанатты байрамымызда жылдың ең жас қосшы номинациясын алған Шерзатбек Мұратбаевты ортамызға мұрат етеміз. Мархамат. Қошемет 2021 салтанатлы сыйлықтау марасымыз давам етеді. Әздер мархамат, ортамызға және де номинантларымызды анықтап беру үшін Қарақалпақстан Республикасы Жоғары Кеңесі бастығының орынбасары Давлетов Атабек Ильхамовичті сахнамызға мұрат етеміз. Мархамат. Demak, muhtaram mehmonlarimiz, diqqat qilamiz. Yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirishdagi faolligi uchun nominatsiyada g'olibini aniqlaymiz. Marhamat. Kuşmak javobgarchiligini jamiyati. Demak, marhamat nominantlarimizni davramizga taklif etamiz. Hurmatli Guldiroz, olqishlaringiz bilan. Kuşmak жауапкершілігі жәметі жастар дәптеріндегі жастардың бәндігін тәмелеуде, жастарды іскілермелікке қызықтыру мақсатында шіркілместірілген мастер-класс әмде ұшырасулар, сондай-ақ семинарларда қосқан мүнәсіп үлесі үшін сыйлықланады. Мархамат. Нөбеттегі номинация жыл рекордшысы номинациясы бойынша сыйлықланады. Мархамат. Жыл рекордшысы. Жансұлу Татлымұратова. Жансұлу Татлымұратова. Қол жапатлау қошеметлеріміз. Demak, g'olibimizni davramizga taklif etamiz. Yoshlar ishlari agentligi faol a'zosi, badiiy gimnastika bilan shug'ullanadi. Zo'r TV kanali Indigo ko'rsatuvida birinchi o'rinni egallagan va Qozog'iston Respublikasida o'tkazilgan Talant Show ko'rsatuvida faol qatnashgan Jansulu Tatlumuratova 14 yoshida tishlari bilan har qanday narsani tishlab turib, tanasini 12 daqiqa davomida tepada ushlab turish bo'yicha katta rekordni o'rnatdi va biz ham guldiroz olqishlar ila bunga yosh qizimizni tabriklaymiz. Keyingi nominantlarimizni aniqlaymiz. Yilning eng faol yoshlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari, marhamat bersangiz. Yelliqala rayoni Alimov Bekzat Seyitmamatович. Bekzat Alimov Yelliqala rayonidagi yoshlarning mashg'ulalarini o'rganуде, ham ularni saqlashtirуда, сондай-ақ ularning bandligini ta'minlaude, sotsiallik jaqdan jardamga muhtoj ham kim ta'minlangan shang'aroq farzandlarini qo'llab-quvvatlauda, сондай-ақ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovida yoshlarning belsiyada qatnashuvi, ta'minlov hamda yosh saylovchi forumin yuqori darajada shirkimlashtiruvda belsiyanlik ko'rsatgan uchun ayriqcha atab o'tsak bo'ladi. Va keyingi nominantlarimiz yilning eng faol qurilishchisi nominatsiyasi. Marhamat, aniqlab bersangiz. Elit Stroy javobgarligi cheklangan jamiyati. Demak, nominantlarimiz aniqlanyapti. Hurmatli tomoshabinlar, guldiroz olqishlaringiz eshitilmayapti. Elit Stroy javobgarligi cheklangan jamiyati poytaxtimizdagi Qalaberdi rayonlardagi buyuk imoratlarni quruv, yoshlar uylari, сондай-ақ жаңадан bo'y tiklab o'tirgan yoshlar o'raylarning quruvda belsiylik ko'rsatib kelmoqda. Qo'l shapatlab qo'shimchalar qo'ysak bo'ladi. Elit Stroy.
Va yanada konsert dasturimiz davom etadi azizlar. Rahmet. Demak, hurmatli mehmonlarimiz, biz taqdirlash marosimimizda davom etamiz. Hozirgi nominantlarimiz yilning eng faol tuman shahar sardorlar kengashi, yilning eng faol yoshi, madaniyat va san'atdagi faolligi uchun va yil fidoyilari nominantlarini aniqlaymiz. Bizga aniqlab berishda davramizga taklif etamiz. Yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Daniyarov Abadbay Saparbayevich va Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi qo'mita raisi Qurboniyazov Davudbay Qalbayevichlarni davramizga taklif etamiz. Yana bir marta assalomu alaykum deymiz. Rahmet, bizga keyingi nominatsiya yilning eng belsendi rayon qala sardorlari kengashi nominatsiyasi bo'yicha jeng'izni aniqlaymiz. Marhamat. Yilning eng belsendi rayon qala sardorlar kengashi nominatsiyasi kimga buyuradi? Marhamat. Qo'ng'irot rayonlik sardorlar kengashi. Demak, Qo'ng'irot tumanidan kelgan faol yoshlarimiz, xodimlarimizni davramizga taklif etamiz. Qo'ng'irot tumani sardorlari yil davomida o'zlarining faolligi, o'z tengdoshlari, yaxshi xulq-atvori bilan namuna bo'lib kelgan ajoyib yoshlarimiz taqdirlanyapti. Albatta, guldiroz olqishlaringiz bilan tabriklaymiz azizlar. Rahmet. Yilning eng belsendi jasi nominatsiyasi jeng'impazin Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi komiteti boshlig'i Davudbay Qalbayevichning jeki o'zlari aniqlab beradi. Marhamat. Quvanish Yerjepbayev. Yilning eng belsendi jasi marhamat nominatsiyamizda aniqladi. Aytib o'tish joizki, Quvonchbek Yerjepbayev bugungi kunda Navoiy viloyati Kenemen tumanida yashaydi. Shu yili 13 oktyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Navoiy viloyatida bo'lgan tashrifida Navoiy viloyatida turib, Qoraqalpoq yoshi yangi O'zbekiston uchun o'z taklif va g'oyalarini bildirgan. Shuningdek, Quvonchbek Rossiya Federatsiyasining Xalqaro yoshlar tashkiloti bilan talantli Rossiya tomonidan o'tkazilgan 5-xalqaro talabalar konkursida 100 ga yaqin ilmiy izlanuvchanlik orasida 1-o'ringa loyiq deb topilgan. Tabriklaymiz. Demek, jenede davom etamiz. Abad Saparbayevich sizden jenede madaniyat va san'atdagi faolligi uchun nominatsiyasi g'olibini aniqlab berishingizni so'raymiz. Marhamat. Mariyana Shagiyeva. Mariyana Shagiyeva o'zi bosqin millat vakili bo'luvine qaramasdan Qoraqalpoq milliy hamda xalq estrada qo'shiqlarini o'z kiyimini keltirib atqarib bermoqda. O'zining jag'imli havosi atqargan qo'shiqlar mening xalqimizning asrisi jaslarimizdan suyukli qo'shiqchisina aylanib keltirdi. Shapatlar va qo'shiqlar urib qo'ysam. Davom etamiz. Demek bizde keyingi nominatsiya Yil fidoyilari nominatsiyasi bo'yicha jeng'impazda Davudbay Qalbayevichning jeki o'zlari aniqlab bersin. Marhamat. Abadanlashtiruv boshqarmasi.
Demak, nominantlarimizni davramizga taklif etamiz. Ular o'z kasbining fidoyilari. Atrofimizdagi shaharlarimizning obod bo'lishida, ekologik tozaligimizni saqlashda, mashaqqatli mehnatlari, kun-tun qilgan beminnat xizmatlari uchun ushbu insonlarga qanchalar minnatdorchilik bildirsak arziydi azizlar. Albatta, barchamiz o'rinlarimizdan turgan holda hurmat ko'rsatsak arziydi azizlar. Rahmet barchaga. Qo'llarimizda qatra qo'l shapatlab o'rlarimizdan turamiz. Rahmet. Rahmet azizlar. Siz azizlarga aylangan konsert бағдарламамыз davom etadi. Marhamat, navbatda konsert бағдарламамыздың және de davomini tomoshalaymiz, maestro. Demek, davom etemiz. Xo'shamet siyliqlov marosimine yana bir marta xush kelibsizlar, hurmatli azizlar, hurmatli yoshlar. Biz nominatsiya egalarini aniqlovda davom etamiz. Keyingi nominatsiyalarimizda tanishtirib o'tsak, yilning eng belsendi yoshlar yetakchisi, yil volontyori, yilning eng belsendi vayneri. Xalqaro tanlovlardagi belsendiligi uchun nominatsiyalarni aniqlab beradi. Bizga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori Kengesi komiteti boshlig'i Reymova Zuhra Abatbayevani, qala bersa Qoraqalpog'iston Respublikasi Ministrlar Kengesi boshlig'ining o'rinbosari Turmanov Sag'indiq Turganbayevlarda sahnamizga murojaat etamiz. Maestro, marhamat. Demak, muhtarama mehmonlarimiz, yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Demak, bizga hozir yilning eng faol yoshlar yetakchisi nominantlarini aniqlab beradi. Marhamat, birgalikda. Batir Bekmuratov. Batir Bekmuratov 21-131 askeriy bo'lim yoshlar yetakchisi. Batir Bekmuratov askeriy xizmatda o'tib o'tirgan yoshlarda vatan suyushlik ruhini tarbiyalovda. Qoraqalpog'iston Respublikasındagi yoshlar arasida o'tkaziladigan ko'plagan askeriy sport jarыс ham tanlovlarning yuqori darajada o'tkazilmastiruvida xizmatlari ayriqcha. Demak, keyingi nominantlarimiz yil volontyori nominatsiyasini aniqlab beramiz. Marhamat. Aydana Allambergenova. Aydana Allambergenova, Yoshlar seri agentligi, Yoshlar avqami tarafidan o'tkazilib o'tirgan tanlov. Izlashlarda shu o'tkazilmastiruvda belsendi yoshlarimizning biri. Sonday-aq Aydana Zo'r TV telekanalining bu kun бағдарламасының Qoraqalpog'istondagi arnauli xabarchisi o'zi boshqa бағдарda ta'lim olib o'tirgan bo'lsa da, bu qizimiz jurnalistikaga bo'lgan qiziquvchilik bilan respublikamizda bo'lib o'tirgan so'nggi жаңалыкларда ayriqcha yoshlar turmusundagi жаңалыкларда televideniya hamda radio orqali O'zbekiston bo'ylab jartiluvunda jemisli mehnat etib kelmoqda. Demak, davom etamiz. Rahmet, bizdagi nominatsiya bo'yicha bu yilning eng belsendi vayneri. Nominatsiyasimizga aniqlab beradi. Marhamat, yilning eng belsendi vayneri bu kim ekan?
Ajitnyasi O'tepbergenov. Guldiroz olqishlariyle davramizga taklif etamiz. Ajinyos O'tepbergenov barchamizga tanish O'zbekiston Davlat madaniyat va san'at instituti Nukus filialining Pegas quvnoqlar va zukkolar jamoasi a'zosi. O'zining hazillariga boy vaynlari bilan xalqimizning ayniqsa yoshlarimizning ko'nglidan joy olgan yigitimiz Guldiroz, olqishlaringiz. Ajinyas Pegas, qo'l shapatlab qo'shamatlarimizni urib qo'ysak bo'ladi. Demek bizdagi eng oxirgi nominatsiya bo'l. Xalqaro tanlovlardagi belsendiligi o'sha nominatsiyasini bizga aniqlab beradi. Marhamat. Abdukerimova Altınay. O'zlarining oltin vaqtlarini bo'lib kelgan kishimizga kelgan barcha yoshlar, hurmatli mehmonlar, marhamatlarim, biz konsert бағдарламамызda жалғастырамыз. Cemisi'nin mol kırman şaşı Aldığa mardana nuqadın tasla Yaşlarımız qaytarauda bolmasın Bur zamanға bizdi baratır baslar Жаслар ауқамымыз ертеңін көзлер Ер ішінде өрнекліге қошамет Минет еткен қызметіне қошамет Жасларды қолаған жаслар ауқамы Өз кәсібін Başımız bizge senem bergen Aydın kelişekке barar şolumuz Ümitli жасларға қол қанат болып Жақыннан танытқан дүнияның жүзі Жаслар ауқамының мақсеті Талант жаслары көрсетер өзі Ер ішінде өрнекліге қошамет Минет еткен қызметіне қошамет Жасларды қолаған
izi bor. Rahmet, ağaylar, o'rlarimizga, hurmatli yoshlar, 5 minutga o'tirib olularingizni so'raymiz. Barchangizdan kechirim so'raymiz, biroq bugungi konsert бағдарламамыздың shumag'i bor. Жаңа шетелейді шыңларға көз қуантар еріскен әр табысын. Несіп етіп еле қанша мыңларға жеткізесен халықты мол алғысын. Сен өзің жастардың ағла сыйлығы, құтлықлау белге қанат байлатар. Жақсы сөз жүректің хасыл байлығы, қошамет жүзлерді гүл-гүл жайнатар. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay, yurtboshimiz ko'rsatgan shu yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz faqat baxt bo'lgay. Rahmet azizlar, so'ng menen bugungi qo'shamet 2021 siyliqlov marosimimiz o'z shumag'iga жетті. Және bir marta bayramlar muborak bo'lsin. Rahmet. Demak, ushbu tadbirimizda faol ishtirok etgan barcha yurtdoshlarimizni, ayniqsa yoshlarimizni yana bir bor chin dildan muborakbod etamiz. Biz xayrlashmaymiz, yana shirin didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling deymiz azizlar.